Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan tayyor dizaynni motion animatsiya qilishni o'rganamiz. Tushunarli bo'lishi uchun sizlarga videoni qo'yib beraman. Xuddi mana shu animatsiyani bugun After Effects'da tayyorlashni o'rganamiz. Qani ketdik. Xo'p, boshida sizlarga dizayn tashlab berishadi. Dizayner farqi yo'q kim. Sizlarda mana shunaqa PSD bo'ladi. Shu PS'ni olib turib After'ga tashlaysizlar. Bu yerga ham farqi yo'q. Prosta shunday tashlasanglar, sizlarda ham oyna ochiladi. Sizlarda footage bo'lib turadi. O'sha narsani kompozitsiyaga o'tkazasizlar. Mana bu yerdan Merge Settle and Footage deb bosasizlar, ochda bosasizlar. Sizlarda maniki tushadi. Kompozitsiya bo'lib tushadi. Kompozitsiyaning ichida sizlarda mana shunaqa layerlar bor. Ya'ni har bitta layer o'zini nomi bilan bilsanglar bo'ladi. Misol bu tekstimizni hozirroq ro'yxatdan o'tadigan tekst. Bu shape'imizni o'sha tekst orqasidagi shape. Logo esa logo. Tekst bu ikkinchi tekst. Ya'ni mana bu yerdagi tekst. Ko'rib tursangiz, rasm bu oddiy rasm, orqa backgrounddagi rasm. Xo'p, animatsiyani nimadan boshlaymiz? Birinchi asosiy tekstimizni animatsiya qilishdan boshlaymiz. Endi qaranglar, sizlarda buni text layerga o'tkazish uchun, ya'ni After'ni layerga o'tkazish uchun qanaqa qilasizlar? Sizlarda PSD bor, ya'ni layer bor, PSD layer. Shuni bitta tanlaysizlar va meshkani o'ng tomonini bosasiz. Va o'ng tomonini bosganlaringizda create degan bo'lim bor. Shu bo'limdan convert to edit text bosasizlar. Siz ko'rdinglar, bu tekstga o'zgardi. Ya'ni bu tekstni endi sizlar tahrirlay olasizlar, ya'ni o'zgartira olasizlar. Agar bunaqa variant bo'lganda, ya'ni PSD bo'lganda, bu prosta PNG bo'lardi xolos. Uni hech qanaqa tahrirlab ham bo'lmasdi, rangini ham o'zgartirib bo'lmasdi, shriftlarni ham o'zgartirib bo'lmasdi. Lekin men ko'rsatganimdek, meshkani o'ng tomonini bosib turib, create'dan mana bu bo'limni bitta bossanglar, u After'ni layerga o'zgaradi, ya'ni text layerga o'zgaradi. Endi buni xohlaganlaringicha shriftini o'zgartirsanglar bo'ladi, ko'rib turibsizlar. Rangini o'zgartirsanglar bo'ladi, ko'rib turibsizlar. Animatsiya qilsanglar bo'ladi, mana bu yerda tayyor animatsiyani. Xo'p. Boshlaymiz. Animatsiyani qanaqa qilamiz? Animatsiyani o'zlaring didlaringga qarab qilaverasizlar. Men endi o'zimni didimga qarab animatsiya qilaman. Tekstimizni shu yonboshdan chiqib ketsin. Motion blurni yoqib qo'yamiz. Vot. Yaxshi. Okey. Endi hozirroq ro'yxatdan o'ting deyapti. Shape'imizni hozircha buni o'tkazib bo'lmas ekan. Buni o'zimiz qo'lda yasab olsak ham bo'ladi. Biz tanlaymiz. Stroke'ni o'chirib qo'yamiz. Ya'ni xuddi shunaqa shape chizish uchun bitta fillni bosib, pipitka bilan rangini olib olamiz. Okey. Endi shuni ustidan bitta razmerni o'lchab olamiz, endi. O'lchab turib chizamiz. O'lchab chizdik. Sal yuqoriroq ko'taramiz. Sal size o'chirib qo'ysanglar, bu size o'chirib qo'ysanglar nima qiladi? Manaki yonga, yuqoriga kattalashadi. Bu radius bilan chetlarini yumshoqroq qilsanglar bo'ladi. Haliga bosib qo'yamiz. Ctrl Alt Home qilsanglar, anchor pointi centerga keladi. Xo'p, bizning shape'imiz razmeri qanaqa edi? Ko'rib olamiz. Menimcha bir xil pashti, bir xil ekan. Endi bizga bu shape'imiz kerak emas. Endi biz bu o'zimiz chizib olgan shape'da xohlaganimiz animatsiya qilsak bo'ladi. Men bunaqa animatsiya qilmoqchiman. Xo'p. Size ga bitta keyfiyat beraman. Buni sal buyoqroq qisib qo'yaman va buni mana shunday qilib qo'yaman. Ya'ni
0 qilib qo'yaman va bu yerdan 45 ga 90 belgilab qo'yaman. Ko'rib turibsizlar, mana bunaqa bo'ladi. Endi sekundini to'g'irlab qo'yamiz, ya'ni tezligini. Xo'p. Okey. Ko'rishinglar mumkin. Endi qaranglar. Bizlar shepni ko'zini o'chirib turamiz. Tekst orqada qolgan. Ko'rinmayapti tekst. Nima uchun ko'rinmayapti desanglar, chunki shepni tagida qolib ketgan mana. Shu ustiga chiqarib qo'ysanglar ko'rinadi. Agar mana bunaqa bo'lib qolsa, ko'rinmaydi. Shuning uchun ustiga chiqarib qo'ysanglar har doim layerlanadi. Ya'ni nima ustida ko'rinishi kerak bo'lsa, o'sha narsani qaysi layerda ustiga ko'rinib chiqishi kerak bo'lsa, ustiga chiqarib qo'ysalar ko'rinadi. Xo'p, okey, bu ham PSDda. Buni ham text layerga o'zgartirib olamiz. Mana-ki. Keyin yana shu yerda bir narsani eslatib o'taman. Agar sizlarda, ya'ni PSDning ichidagi ishlatgan shrift, font sizlarning avtorlarida yo'q bo'lsa, shrift o'zgarib tushadi. Yoki chunki sizlarda o'shanaqa shrift yo'q, o'zgarib ketadi. O'shaning uchun o'zgarsa PSDdan ko'rib olinglar fontini, nomini. Xo'p, buni tekstini qanaqa qilamiz animatsiyasini? Xo'p, taxminan sizlarda tayyor animatsiyalar bor. Vaqtni yo'qotmaslik uchun. Mana shuni qilib qo'ya qolaylik. Xo'p. Yo'q, bo'lmasa ham bo'shlik. Animatsiyamiz. Shuni qo'yib qo'ya olamiz. Ko'rib turibsizlar, bizda mana shunaqa animatsiya paydo bo'ldi. Endi bunga yana ham oddiy bo'lib qolmasligi uchun ozroq ustida ishlaymiz. Set ustida. Xo'p, qanaqa effekt qo'shamiz? CC Light beramiz. CC Light. Swipe beramiz. Centerini mana bu yerga olib kelib olamiz. Bizda qanaqa animatsiya bo'ladi desanglar, mana bunaqa narsa animatsiya bo'ladi hozir. Hozir ko'rasiz. Buni qanaqa qilamiz? Centeriga bitta keyframe beramiz. Centeriga bitta keyframe beramiz va buni sal orqaroqqa tortib, centerini sal ko'taramiz. Yuradi bu centeri. Endi ko'rishinglar mumkin. Bizda mana shunaqa animatsiya bo'ldi. Endi sal ustida yana ozroq ishlaydigan joylari bor. Ko'rib turibsizlar, bizda shunaqa animatsiya bo'ldi. Okey. Shriftlarimizni animatsiya qilib oldik. Endi bu davomiy bo'lgani uchun, ya'ni 10 sekund deyishgan bizga videomizni, animatsiyamizni 10 sekundga faqat shunaqa turmasligi uchun ozroq yana animatsiya berib turish kerak. Xo'p, nimalar qo'shamiz? Tak. 0 sazdat qilib olamiz. To'xtab turinglar, boshidan emas. Yana ham tekstlarimizga
animatsiya beraverayım bu tekstimizga. Hozir scale bo'lsin, ya'ni kattaroq, kichkina bo'lsin. Bitta scale qo'yib olamiz va bu tomoniga ham bitta scale qo'yib, o'rtaga sal kattalashtiramiz. Keyin bizada F9 bosib qo'yamiz. Bizada mana bunaqa animatsiya bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Chiqdi. Izidan bularimiz ham, ya'ni hozir ro'yxatdan o'ting degan shrift animatsiyamiz ham animatsiya bo'lishi kerak. Uning uchun hammasi birga animatsiya bo'lishi uchun tekstimizni shape'ga olib qo'yib, shape'da o'ziga animatsiya beramiz. Bunga ham xuddi shunday scale beramiz. Bosh bilan oxiriga va o'rtasiga ozroq kattalashtiramiz. Shunaqa. Mana boshqa yo'q qilamiz. F9 va mana ko'rib turganingizdek. Endi shu joyda 0 kerak bizga. 0 so'zlat qilamiz. Rasmni, birinchi tekstimizni, logoni, shape'ni buni emas. Eslab qol, chunki bu o'zi shape'ga ulangan, shunday animatsiya bo'ladi. Prosta olib turib, mana shu ko'rib tursiz, mana shu olib turib 0 ga ulab qo'yamiz. 0 ga uladik va bunga ham scale beramiz. Boshi bilan oxiriga bir xil. Va kattalashtiramiz ozroq. Va F9 bosamiz. Ko'rib tursizlar, mana shunaqa animatsiya bo'ldi bizga hozir. Tak, bunga ham yuz qilib qo'yaylik. Hozir birdaniga tushib ketib qolyapti. Sal pauza bo'lib tursin ozroq. Menimcha o'sha yaxshiroq ko'ringan edi menimcha. Okey, taxminan animatsiyamiz shunaqa bo'ladigan bo'ldi. Okey, xo'p. Yana adjustment beramiz. Yana ham yaxshiroq chiqishi uchun animatsiyamiz. Adjustmentimizni esda tutinglar. Hamma layerlarimiz ustida turib olsin. Va o'sha adjustmentimizni ham 0 ga olib qo'yamiz va edgesga fast blur tashlaymiz. Fast box blur tashlaymiz. Radian blur radiusga bitta keyframe beramiz. Mana shu kattalashgan joyida. Va mana shu yaqinlashib keladigan joyga ozroq blurni kuchaytiramiz. Yana bizada bunaqa bo'ladi-da. Yana bitta keyframe beramiz. Qaytayotganda blurni kamaytiramiz. Hop, bizada bunaqa bo'ldi. Ko'rib tursizlar, sodda, oson animatsiya paydo bo'ldi bizada. Mana shu. Ko'rib tursizlar. Yana ham oddiy bo'lib qolmasligi uchun rasmimizga ham Cecil Light tashlab olamiz. Cecil Light
white tashlab olamiz va buni kamaytirib, buni sal ko'taramiz. Buni ham ko'tarar ekanmiz. Hop, bizada mana bunaqa animatsiya bo'lishi uchun. Shuning uchun sentrini olib kelib olamiz bu yerga va taxminan shunaqa bo'ladi. Shu yerlardan bo'lsin. Ko'rib tursiz. Okey. Shu bilan bugungi darsimiz tayyor, tugadi. Hammaga rahmat. Kimlar qanaqa joyda tushunmagan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.